Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz hammamizga ma'lum YouTube xalqarалық cho'ng bir video bahralash supsi. Foydani olganlar nihoyat yaxshi foydalanib ketyotidi. Uyg'urcha bo'lsin, turkcha bo'lsin, arabcha bo'lsin, boshqa tillarda nurg'un darsliklar mavjud. Ammo Uyg'urcha darsliklarmi bor ekan, lekin muntazam emas, kasbiy emas. Bo'lganlik sababidan biz uzundan buyon menda to'planib kelayotgan kompyuter darsliklari haqsi tarqatilgan, ya'ni kompyuter darsliklarini bir kanal ochib qarindoshlarimizning bir foydalanishiga sunish uchun bu kanalni ochgan bo'ldik. 15 kun bo'lishiga qaramasdan qarindoshlarningki qo'llab-quvvatlashi bilan hali yaxshi natijalarga erishdi. Bundan keyin biz her haftada yangi darsliklarni yüklep turamiz inşallah. Undan sonra biz kanalımızdaki baş bitiga birlikte kirib chiqaylik. Google'ga Uyg'urcha kompyuter darsliklari deb yozgandan keyin birinchi qurda chiqadi ekan. 15 kun bo'lishi qaramasdan 335 abonent bo'pti. Ammo statistikaga qaraganda 70% yaqin qarindoshlarimiz abonent bo'lmasdan bevosita ko'rib foydalanayotgan o'xshaydi. Ammo buningga masala yo'q. Lekin kanalimizda bundan keyingi taraqqiyot uchun abonent bo'lib turib ko'rishinglarni, biz yo'llagan darsliklardan yangi xabardor bo'lishinglarni umid qilamiz. Bugungi darsimizda barmoq diskidan foydalanib kompyuterimizga eng yangi nashrdagi Windows 10 ni qachalash va uyg'urchalashtirish, ya'ni uyg'ur tili bog'liqni o'rnatish darsligini so'zlab o'tmoqchimiz. Texnik ko'p qarindoshlarimizning foydalanishi va kanalimizning texnik taraqqiy qilish uchun kanalimizni tavsiya qilishni va abonent bo'lishni unutmaysizlar. Birinchi qadamda oldi bilan kompyuterimizning qattiq detal uchurlariga qaraymiz va mos keladigan sistema tipini bekitib olamiz. Qattiq detal uchurlarini tuvandagi buyruqni berish orqali ko'ra olamiz. Normalda sistema tipi 64 va 32 bit deb ikki xilga ayriladi. Ekranda ko'rib turayotganinglar bu birinchi xil usul. Men ikkinchi xil usulni birlikda ko'rib chiqamiz. Ko'rayotganinglardek konopka taxtimizning Windows konopkasi bilan Ray konopkasini tang basgandan keyin ijro qilish ko'zdan kechiriladi. Bu yerga abay ko'rsatganimdek DXDA2 degan buyruqni beramiz. Ha degani bosamiz. Basgandan keyin bizga bunday bir ko'znak chiqadi. Bu kompyuterimizning qattiq detal uchurlari. CPU, ichki saqlag'ich, bu yerda SIM kart degandek. Endi men bu yerda sizlarga bir tavsiyalarni qilay. Normalda 32 bitlik sistemada 4 GB dan yuqori bo'lgan ichki saqlagichni qo'llamaydi va yoki CPU jihatdami, qattiq detal bo'lak jihatdami nihoyat cheklamalikka ega. Shu sababdan kompyuterlarning qattiq detali yuqori, ya'ni ko'rayotganinglardek ichki saqlag'ich 12 GB, CPU sundaq degandek bo'lib qolsa 64 bitlik sistemani qachilab ishlasanglar texnik ravon yaxshi ishlatishga kafolatlik qila olasizlar. Men yana bir xil usulni birlikda ko'rib chiqaylik. Yana bir xil usulda bu kompyuterdan mousening 10 knopkasini bosgandan keyin bu ko'zdan kechildi. Xasliqlarni bosamiz. Bosgandan keyin sistema tipi 64 bitlik mashg'ulot sistemasi va x64 qurilmalik bir taraf qilg'ich debdi. Qachilangan ichki saqlag'ich 12 GB. Qattiq detal uchurlarimiz buningga o'xshash ko'riladi. Ko'rilgandan keyin biz 64 bitlik sistemani ya'ni bekitgan bo'ldik, o'zimiz tushiramiz deb. Ikkinchi qadamda organ tor betidan sistemaning ISO shakllik hujjatini tushirish qurolini tushirib, biz bekitgan shakldagi sistema tipini tushirib olamiz. Biz hozir qaysi sistemani bekitib 64 bitlik sistemni tushiramiz deb.
tipni bekitdik. Sistem tushirish o'rnini qisqartirish inglizcha bo'lgan va tez tez topa oladigan o'rinni tanlab, torning muqimligiga kafolatlik qilgandan keyin tushirishni boshlasak bo'ladi. Biz birlikda Microsoftning Organ tor betiga chiqib, sistem tushirish qurolini tushiraylik. Ko'rayotganinglar Microsoft tarafidan ta'minlangan Windows 12 ISO şekilli hücretini tushirish tor nimasi biti. Mening turayotgan o'rnim Turkiya bo'lganligi uchun sahifa turkcha chiqadi ekan. Ammo ham qaysi xilda chiqishidan qat'iy nazar bu o'rinlar o'zgarmaydi. Biz bu yana bosgandan keyin bizga bir 17 megabaytlik bir qurol tushdi. Bu qurol bu ko'rayotganinglar. Biz buni qo'sh chekib shundoq degani bosgandan keyin mashg'ulot qilyapti, hozir ochilmoqchi. Ko'rayotganinglar Microsoft'ninki kelishimi biz qo'shilgan bo'ldik. Qo'shilgandan keyin biroz saqlagandan keyin ko'rayotganinglardek ikki xil tanlanma chiqdi. Birinchi xil tanlanma mazkur kompyuterni yangilamsiz deydi. İkinci xil tanlanmada barmoq diska, DVD optik diska, ISO hücretini deydi. Biz ikkinchini tanlaymiz. Keyingi qadamga o'tdik. Biz bu to'g'rini elib o'tgandan keyin tilini, tipini va sistemning tipini tanlay olamiz. Biz Türkçeni tanlayli. Windows 10 biz avval bekitganimizdek 64 bitlikni tanladik. Keyingi qadamga bosgandan keyin bizga bundan bir eskarchi chiqdi. Windows'ninki hozirgi ishlatayotgan ochiqcha moslashmasligi mumkin degandek va hokazolar. Ani bosgandan keyin ikki xil tanlanmaning ISO hujjatini tanlaymiz. Keyingi qadamni bosamiz. Bosgandan keyin men avval eskartib o'tganimdek cho'qim hujjat nomi, ya'ni hujjat qisqarish nomi inglizcha bo'lishi kerak va tez topa olishimiz kerak. Save'ni bosgandan keyin tushirishni boshlaydi. Men tushirib olganligim uchun, ya'ni bu tushirib olganligim uchun save'ni bosmayman. Bevosita chekinib keyingi qadamga o'tamiz. Keyingi qadamda 8 GB va undan cho'ng barmoq diski tayyorlab olamiz. Tushirib olgan sistemning bo'liqini barmoq diskiga qo'yish quroli, ya'ni Ultra ISO nomli yumshoq detalni kompyuterga qachilaymiz. Men bu detalning o'zim ishlatgan nusxasini mazkur videoning ostiga ulanma shaklida qistirib qo'yman. Undan biz birlikda bu programmani kompyuterimizga qachilaylik. Biz qaçılmoqchi bo'lgan programma bu. Qo'sh chekdik. Michelde sizlar cho'qim buni ishlatmasliginglar ya'ni kerak emas. WinRAR va yoki boshqa programmalarni ishlatsangiz bo'ldi. Shundoq. Keyingi qadam bizga bu kerak bo'lmaganligimiz uchun ya'ni keyingi qadamga bosamiz. Men bir qatim kompyuterimni qashlab olganligim uchun bundoq bir nima chiqdi? Eskarchi chiqdi. Qachiladik, bevosita qo'zg'atdik programmani. Qo'zg'atgandan keyin biz tushgan sistemini qo'sh chekkandan keyin bundoq chiqdi. Hamda biz kompyuterimizga deganimdek 8 GB va 8 GB dan yuqori bo'lgan barmoq diskini chataylik. Chetildi. Sig'imi bu. Hamda buni tanlaymiz. Shundoq deymiz. Ochilgandan keyin barmoq diskimizning markasi va sig'imi ko'riladi. Biz hech qanday yerga chaqilmasdan bevosita yozishni boshlasak bo'ldi.
men basmayman. Çünki men bir qatam barmoq diskamga qo'yib bo'lgan. Barmoq diski o'yilib bo'lgandan keyin eng oxirida o'yilish muvaffaqiyatli bo'ldi deb eskертish chiqadi. Agar eskертish chiqmay yoki xatolik ko'rilib qolsa, mazkur videoning ostiga inkas shaklida yozsanglar, men sizlarga eng tez suratda yordam qilaman. Barmoq diski muvaffaqiyatli o'yilib bo'lgandan keyin sin belgisi, ya'ni ikonsi bundoq o'zgardi. Bevosita chirib qarasak, bundoq hujjatlar. Bunda biz birlikda keyingi qadamga o'tib ketaylik. 4-qadamda men so'zlab bo'ptiman. Kompyuterga chatdiq, sistemani o'yish programmasini ochdik va buyruqni berib oldik. Sistem barmoq diskiga muvaffaqiyatli o'yilib bo'lgandan keyin eskертish chiqadi. O'yish yumshoqlikni o'chiramiz. Barmoq diskini nihoyat to'g'ri usulda kompyuterdan chiqaramiz va biz qochilmoqchi bo'lgan kompyuterga chatamiz. Men kompyuterdan bexatar usulda chiqarish usulini ko'rsatib o'tay. Üstel üstüge qaytgandan keyin bundoq chiqadi. Chiqarish bexatar chiqish muvaffaqiyatli bo'ldi. 6-bosqichda BIOS, ya'ni ana taxt tangshikiga kirib tangshaymiz yoki tangshiklik bo'lsa, bevosita barmoq diskidan qo'zg'alish holatiga tangshab sistem qachirishni boshlasak bo'ladi. Men buni darsimda tafsiliy so'zlayman. Mazkur darsni Uyg'urcha kompyuter darsliklar YouTube kanali ishlab baxtsiz tarqatdi. Emgikimizga hurmat qiling. Hamda aqlli yo'sin har qanday shaxsning boshqalarga setib, ya'ni foydalanishini ma'ni qilamiz. Texnik ko'p qarindoshlarning foydalanish va kanalimizning texnik taraqqiy qilish uchun kanalimizni tavsiya qilishni va abonat bo'lib turib, yangi darslardan yangi vaqtda xabardor bo'lib turishingizni umid qilamiz. Hammanglarga rahmat. Yana ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.